Qarang, qiziq voqea bo'ldi. Bir finjon qahva sotib oldim qahvaxonadan. Qahvaxonada bir singlimiz ishlayotgan ekan. Qahva bering deb kirdim. O'zbekcha gapirsam, ruscha javob berdi. Yana bir ikki qaradim, rusga o'xshatmadim. Keyin baribir ruscha gapiraverganiga xayr rus deb o'ylab, mayli ruscha javob berib, ruscha muomala qilib qahva sotib oldim. Keyin bilsam, u rus emas ekan, shu O'zbekistonlik. O'zbek tilini boz ustiga bilar ekan. Bir ikkita yaqinlari bilan o'zbekcha gapirdim. Men bilan ruscha gapirdi. Keyin ajoyib holatga tushdim. Bu qanaqa bu holatki, odam o'zini tilini gapirmasdan boshqa tilda javob berishligi juda g'aribimga ketdi, ya'ni yoqmadi bu holat. Chunki o'zim ham ruschani ham bilaman, bir 4-5 ta tilda muloqot qila olaman bemalol. Men uchun bu narsa nima emas, lekin ona tili turganda, ya'ni boshqa tilda gapirishlik, boshqa tilda ustun qo'yishlik bu madaniyatini qoloqligidan dalolat beradi deb o'ylayman. Chunki bu narsaga biz boshqacha qaraymiz. Masalan, bobolarimiz bu sohada juda ham mutaxassis bo'lganlar. Masalan, Beruniy bir safarda, Hindiston safarida nimani o'rganib chiqqan? Hindistondagi sanskrit tili, juda qadimiy hind tilini o'rganib, o'sha tilda asar yozgan, hatto tarjimalar qilgan. Ibn Sino, undan tashqari Farobiy va Navoiy kabi bobolarimiz tillarda mutaxassis bo'lishgan. Ya'ni kitoblar yozishgan, lug'atlar yozishgan, Mahmud Qashqariy kabi. Endi masalan Farobiyda 70 ta til biladi deb ham aytishadi. Xullas, Mahmud Zamaxshariy ham esimga keldi. U kishi ham arablarga arab tilini o'rgatgan olim inson hisoblanadi. Bu ulug'larni hech qaysi hozirgi holatda ko'rsa to'g'ri demaydi, hatto qoralashadi. Chunki 70 ta tilni bilsa ham odam ona tilini birinchi o'ringa qo'yishi kerak. Tilini yaxshi bilib, yaxshi o'rganib, targ'ib qilish kerak. Qolgan tillarni keyin o'rgansa albatta fazilat bo'ladi. Karma bu. Ana shunaqa. Siz nima deb o'ylaysiz bu mavzu haqida? Keling, fikrlaringizni olaylik.